Sharof Boshbekov, taniqli yozuvchi va dramaturg. Tushov uzgan tulporlar, eshik qoqqan kim, eski shahar gavroshlari, taqdir eshigi, temir xotin kabi pyesalar, charxpalak, doka ro'molning qurishi nomli bir qator filmlar ssenariylari muallifi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Respublika davlat mukofoti hamda mehnat shuhrati ordeni sohibi. 1951-yilda Bulung'ur tumanida tavallud topgan. Men aktyorlik deb bitirganman. Sahnada katalizator bo'lish kerak. Voqealar xarakterlari ochish uchun katalizator bo'lish kerak. Katalizator nima? Bir odam, bir 4 kishi poyezdda ko'piyasida ketyapti. Yong'in chiqsa, xarakterlar ochiladi. Poyezdda yong'in chiqadi-yu, u kimdir papkasini qo'ltiqlaydi, qutqaramoqchi, kimdir o'zini jonini saqlab qolmoqchi, kimdir chaqaloqini jonini saqlab qolmoqchi, bola ayoliga yordam bermoqchi, xarakterlar ochiladi. Xastalik ham katalizator. Xarakteringiz bilinadi qoladi. Kim qanday odam? Ma'lumki, katalizator kimyoviy atama. Aniqrog'i kimyoviy reaksiyani tezlatuvchi yoki sekinlatuvchi moddaning nomi. Qahramonimiz xastalikni ana shu moddaga qiyoslayapti. Ya'ni kutilmagan xastalik bir tekis kechib turgan hayot maromiga katalizator kabi ta'sir etadi. Uni bir qadar izdan chiqaradi, hatto alg'ov-dalg'ov qilib yuborishi mumkin. Bilasizmi, men kasal bo'lganimda umuman tildan qolganman. Nima, xotinim san'at institutida sahnadan dars beradi-da. O'sha yordami bilan gapirishni o'rgandim. Qaytadan? 48 yoshda qaytadan tilim chiqdi. Karavat, bu choynak, bu piyola, sochiq, qani aytib ko'ring, sochiq degan gaplari shunaqa bo'lganda. Nima, rini aytamasdim. Yoshligimda ham bu yosh bola rini aytamaydi-yu ancha paytgacha. Men ham qaytadan tilim chiqdi, rini aytamayman. Kayavat deyman. Karavat. Traktor. R harfi ko'p ishlatiladigan so'zlari xotinim nima mashq qildirdi. Keyin chala chulpa aytib deb keyin nima qildimda, rini aytadigan bo'ldim. Hozir ham tilim yaxshi emas, e'tibor qilayotgan bo'lsalar. Lekin nima, bu muqarrar narsa deb tushunish kerak ekanda. Ey, kasal bo'lib qoldim, endi nima bo'ladi deb vahima qilish kerak emas. Odatdagiday muqarrar bo'lishim kerak bo'lgan narsadek qabul qilish kerak-da. Xastalik ham bir ne'mat deydi ahli donishlar. Avvali hech kimning boshi yostiqqa tegmasin. Mabodo shunday kun yozig'ida bor ekan, qahramonimiz ta'kidlagani kabi, buni fojia deb bilish to'g'ri emas. Aksincha, muvaqqat bir ko'rgulik, to'g'rirog'i ilohiy sinov deb qabul qilish va shunga yarasha sabr toqatni mahkam tutib, qat'iy ishonch bilan kurashmoq lozim bo'ladi. Shunda kishi o'z yo'qotganlaridan ko'ra ko'proq ne'matlarga ega bo'lishi, eng keraklisi o'zligini kashf etishi muqarrar. Qaynonam Begovatda yashaydilar, qaynonam Begovatlik qizlar, xotinim. Nima, Radomda tug'ruqxonada tug'ildi. Bunisi ham qiz bo'ldi. Kuyov qaynonam o'ylagan ekanlar, kuyovga noqulay bo'ladi. Qanaqa chiqib aytaman, bunisi ham qiz bo'lib qoldi. O'zi yaxshimi dedim xotinimga. Mayli, qiz bo'lsa ham, o'zi yaxshimi deb desam, o'zbekchiligimizda shu narsa bor-ku. Shu narsa bor. O'shandan xavotir qilib, uchinchisi ham qiz bo'lib qoldi deb xavotir bilan chiqib so'rabdilar-da, nima e'lon qildilar menga, xabar berdilar. Xavotir bilan, hadik bilan, ko'ngilda uyalish bilan, hijolatlik bilan men uni parvo qilganim yo'q.
Men bola bo'lsin, bola o'g'lim va qizimdan farqi bor. Tirnoqlar zorlar bor. Shunga shukur qilaman. Hozir qizlarim hammasi o'qimishli, hammasi dunyoqarashi, o'ziga yarasha saviyasi, didi. Har bittasi bitta ro'zg'ori gulladigan qizlar bo'lib o'zim til bilmaganimga, birinchi tilni bilmaganimga alam qilardim-da. O'sha uchala qizimni ham berdim tilga. Bittasi turk tili bo'yicha filologiya tugatdi, sharqshunoslik institutini, bittasi inyazi tugatdi, ingliz tili bo'yicha, bittasi xalqaro jurnalistikani xalqaro jurnalistikadan koreys tili bo'yicha bitirdi. Hammasini tilga berdim. Endi diplomli, bola chaqali, hammasi uyli joyli. Xudoga shukr qilib o'tiribman. 6 ta nevaram bor. Charx baland maqsading ne ey falak charx baland maqsading ne ey falak